Hadis sharifda shunday deyiladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda aytilgan gap, Alloh taoloning o'zigagina ma'lum bo'lgan g'aybiy ilmlar bor. G'ayb degani bundan oldinroqdagi ilmlar bor. Bu ilmlarda na farishtalar, na payg'ambar alayhimussalomlardan xabari yo'q. Bular qaysi biri? Birinchi o'rinda qiyomat qoyimni qachon bo'lishligi faqat Allohning o'zi biladi. Boshqa hech qaysi bir na bandasi, na farishtasi yoki na bir xabarda keltirilmagan. Ikkinchisi, yomg'irni qachon va qayerga yog'ishligini ham Alloh taolo o'zi biladi. Uchinchisi, ona qornidagi homilaning o'g'il yoki qiz bo'lishligini ham Alloh taolo o'zi biladi. Bu ko'p sinalgan, bu narsa ko'pchilik kattalarimiz ham biladi. 5-6 marta o'ziga tushgandan keyin qiz ko'rsatayotgan bo'lsa, dunyoga ona keltirayotgan paytda o'g'il holati kelib qoladi. To'rtinchisi, insonning ertaga nima bo'lishligini ham Alloh taolo faqat o'zi biladi. Hech qaysi bir payg'ambariga ham aytmagan, hech qaysi bir bandasiga ham bir kun kelgan yoki bir kun oldin nima bo'lishligini hech qaysi bir bandasi buni bilishiga